Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Toshkentdan Moskva, Sankt-Peterburg shahriga muntazam ravishda dushanbadan shanbagacha reyslar qo'yildi va biz sizlarni 2-etajda Toshkent xalqaro avtovokzalining 2-etajda kutib turibmiz. Mana ko'rishlar mumkin, reyslar hammasi birin-ketin ketmoqda. Kim qaysi shaharga ketmoqchi bo'lsa, ishonch nomerlari ekranda turibdi. Bir kun oldin joylarni band qilishingiz kerak. WhatsApp yoki Telegram orqali o'z joylaringizni bron qilasiz. Bron qilish uchun esa atigi 100 ming so'm pul tashlaysiz karta nomerlarimizga. Karta nomerlar sizga beriladi. U nima uchun desanglar, sizlarni bron qilingandan keyin kelganlardagi ayrim insonlar o'sha brondan tashqari yana pul beramanmi deyapsizlar. Yo'q, u bron biletning narxidan minus qilinadigan pul hisoblanadi. Bundan tashqari avtobuslarimiz qulaylik tomonlari, подозрительный лицо degan narsa bo'lmaydi. Отпечатка пальца, sagarchi tamoyishdan olinmaydi. Zolotoy koronadan yoki-da boshqa banklardan qarz olganlar bemalol vokzal tamoyishdan o'tib ketish imkoniyatiga ega bo'ladi. Hech qanaqa muammolarsiz sizlar sog'-salomat manzilga yetib borasizlar. Ism familiyasini o'zgartirgan, dokumentida muammosi bo'lib yoki zapret deport bo'lib qaytganlargina tamoyishdan qaytarilishi mumkin. Qolgan hech qanday holatlarda sizlar qaytmaysizlar. Eng yaxshilarini tavsiya qilaman, doimo bilasizlar, azizlar, tanlovda adashmang. Eng yaxshilarini, bundan da yaxshilarini tavsiya qilaman. Qaddingiz va qadringiz doim baland bo'lsin, qaddi baland qadrdonlarim.